Xudo xohlasa yangilik bo'ladi davlatimiz tomonidan. Haydovchilarni o'ylagan holda 3 oylik yozgi sezon vaqtida tonirovkasi narxatiga 412 ming so'm bo'ladi. Xudo xohlasa qaror chiqsa zo'r bo'lardi. Hozirgi kunda davlatimiz tomonidan bu masala, mana shu masala ko'rib o'rganib chiqilyapti. Yaxshi yangilik bo'ladi degan umiddamiz, Xudo xohlasa. Ayniqsa mana shu tonirovka yozgi kunida kerak bo'ladi xolos. Qishda umuman keragi yo'q bu narsani. Ko'pchiligiga manfaatliroq bo'lardi. Mana ko'rib turibsiz, menda ham tonirovka yo'q. Qishda qiynalganligim uchun olib tashladim. Xudo xohlasa kutamiz yangilikni. Davlatimiz rahbariga kattakon rahmat, xalqini o'ylagan holda siyosatlar olib boryaptilar. Borlariga shukr. Rahmat avvalambor.